landshaft fotografiyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Bunaqangi suratlarni juda ham ko'p ko'rgansizlar. Tog'lar, dashtlar, umuman tabiat fotografiyasi. Xo'p, agar mana shu yo'nalish sizga ma'qul keladigan bo'lsa va bu bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, birinchi e'tibor beradigan narsangiz bu joziba bo'ladi. Ya'ni joziba degani o'zbek tilida o'ziga tortuvchi, rom qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Bunaqangi voqealarda hammamiz hayotimizda his qilganmiz. Shunaqangi bir tabiatdan chiroyli manzaraga duch kelib qolasiz. Natijada hayratingizni yashira olmasdan hayron bo'lib, rasmlarga, suratlarga olgingiz kelib qoladi. Xo'p, endi oddiy inson bilan mana shu landshaft fotografiyasi bilan shug'ullanadigan fotograflarning asosiy o'rtasidagi asosiy farq bu oddiy insonlar qachonki bir yo'lida duch kelib qolsa tomosha qilishi mumkin. Aynan mana shu ish bilan shug'ullanadigan insonlar buni qidiradi. Qayerdan qarash kerak, qanday qarash kerak va bu joziba qayerda bo'ladi? Mana shu masalalar haqida o'zlarining kitoblari bor, tom bu haqida o'zlarining kitoblari yozilgan, bu haqida ancha darsliklari bor. Umumiy fotografiya o'sha maktablariga borsangiz bu haqida ham o'rganasiz. Endi agar siz mana shu yo'nalish bilan, ya'ni landshaft fotografiyasi yo'nalishi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, siz uchun eng kerak bo'ladigan narsa bu full frame kamera bo'ladi. Keng burchakli linzalar kerak bo'ladi. 11 mm dan 24 mm gacha juda ham ko'p ishlatishadi bular. Va bundan tashqari o'ziga yarasha bir dunyo filtrlari bor. Mana shu filtrlarni ishlatishadi va albatta sizga tripod kerak bo'ladi, ya'ni 3 oyoqli tutqich. Chunki tabiat fotografiyasida ozgina shaking yoki ozgina qimirlash bu siz suratlaringizni xiralashtirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun kamerani shtativga qo'yib suratga olishga to'g'ri keladi. Xullas, telefonimda ushlab turishimdan asosiy maqsad, men solo kreatorman, ya'ni o'zim suratga olaman va telefonda men kadrda qanday turganligimni ko'rish uchun doim qo'limda ushlab turaman, nazoratim uchun. Shuning uchun men telefonni maqtayaptimi deb o'ylamanglar.